Opa, mahsulotlarimizni olganingizga qancha bo'ldi? 4 kun bo'ldi. Qanaqa o'zgarishlar 4 kun ichida? O'zgarish to'g'risi samimiy gapiryapman. Unaqa qo'yishmas, bularni tanimasdim men. Shunchaki kelib, bitta qizimiz maslahati bilan Koreyada yuradigan qizimiz maslahati bilan shu yerda shunaqa narsa borligini bilmaganim, endi o'zim aybim bo'lgan. Apparatizga tushdim, haqiqatda bilmasdan noto'g'ri ishlatasdim ekan. Bilib, shu qizimizga rahmat. Haligi qizimizga ismini bilmadim. 4 kun bo'ldi, lekin foydasini men rosa yaxshi bildim. Rahmat sizlarga. Bergan mahsulotlaringlar, yuzimga tushirib bergan narsalaringlar uchun endi avvalo Alloh sababchi, sizlar sababchi. Men zo'r. Hammaga tavsiya qilaman, bilib bilmay olmanglar, ko'chadan nimadan. Apparatga tushib turib qilganinglar juda ham foyda ekan. Sizlarga katta rahmat. Mana qizimni ham olib keldim, mana hozir qizimga qilib berishyapti. Mana naborlaringizni ko'rsatib qo'ying, qizimga qilyapman. Mana terdik mahsulotlarni. Apparatga Rahmat sizga ham opa, rahmat.